Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizni podpischilarimiz orasida bog'bonlar, dehqonlar va bog'dorchilik bilan shug'ullanadigan odamlar juda ham ko'p. Shularga biz ajoyib yechim qilib qo'yganmiz. Sezon keldi, hammaning mevalari va boshqa turdagi mahsulotlari pishdi. Bozorga yoki boshqa joyga olib borishga mashinangiz yo'q yoki mashina oqtarib kuningiz o'tib ketyapti va mahsulotingiz chirishni boshlayaptimi? Sizlarga zo'r yechim qilib qo'yganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Benzinlik, elektronli variantli motorollerlarimizdan olib kelib qo'yganmiz, hurmatli kuzatuvchilar. Original Honji brend va ko'pchilik biladigan Zonlon brendidan motorollerlarni olib kelib qo'yganmiz. Hozir birma-bir qisqacha obzorlarni qilib o'tamiz. Ungacha pastdagi raqamga aloqaga chiqib, bemalol o'zingizni qiziqtirgan savolga javob olishlaringiz mumkin. Xudo xolasa operatorlarimiz ishlash vaqti 8:00 dan 18:00 gacha bo'ladi. Agar ertalab vaqtingiz bo'lmasa, kech payt telefon qilsangiz, bizni bazamizga tushasiz va operatorlarimiz sizlarga ertalab qayta aloqaga chiqishadi. Endi Honji modelimizni obzorini boshlaydigan bo'lsak, ko'rib turganlaringdek, bu model samotsvalli variant. Bemalol mevasi tugaganda ham ishni qilsangiz bo'laveradigan narsa. Bir kunda 500 mingdan 1 milliongacha bemalol pul topsalaring bo'laveradi, xudo xolasa. Silindrini ko'rib turibsizlar. Silindr bo'ladi bunda, eng shabas elektronli variant va orqada zapaska ballonlari ham joylashgan. Shu orqaga qaraganimizda podveskalarni tushuntirib o'tib ketadigan bo'lsam, amortizator va alohida rasollar o'rnatilgan. Ramalarni ko'rib turibsizlar, juda baquvvat ramalar o'rnatilgan. Hamma mahsuloti, hamma zapchasti Honji modeliniki Xitoy brendi bo'ladi. Toza Xitoydan narsasi. Shuning uchun original motoroller hisoblanadi, hurmatli kuzatuvchilar. Oldi qismlariga o'tadigan bo'lsak, motorlarida 200 kubalik original Honji motor o'rnatilgan. 100 kilometrga 3 tadan 5 litrgacha rasxod qiladi. Bakiga keladigan bo'lsak, 18 litrli bak o'rnatilgan va maksimal tezligi 60-70 km/soatgacha chiqadi. Tablolarni ham ko'rib turibsizlar, yangi tabloda bo'ladi. Benzin datchilari o'rnatilgan va skorostlarni sifroniy tarzda ko'rsatib turadi, hurmatli kuzatuvchilar. Silindrni tushirib chiqish faqat bitta tugma orqali bo'ladi. Bemalol 3 tonnagacha bo'lgan yukni tushirib chiqaradi. Silindrni o'zi 3 tonnaga moslashtirilgan. Sovutish sistemasi radiatorli hisoblanadi. Bemalol uzoq yo'llarga ham borsalaring bo'laveradi. Bu tarafda antifriz bachok o'rnatilgan va bog'da bitta o'zingiz zerikib olmasligingiz uchun, yo'lda zerikib olmasligingiz uchun alohida ikkita kolonkalar ham o'rnatib qo'yilgan, hurmatli kuzatuvchilar. Oldi vilkalariga ham bir ahamiyat berasizlar. Juda baquvvat vilkalar o'rnatilgan va 12 razmerdagi simli balon o'rnatilgan. Bemalol yursalaring bo'laveradi. Uncha-munchaga teshilmaydigan bo'ladi. Simli balon bo'ladi. Bemalol o'zlaring damas balon qo'yib olsalaring ham bo'laveradi. Keyin endi 2,5 tonnagacha yuk oladigan variantimizga keladigan bo'lsak, bu ham Honji kompaniyasi ishlab chiqarilgan samotsvallik varianti. Bu ham, hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishlaringiz mumkin. Motori 250 kub. 250 kub o'zi ko'pincha 3,5 tonna, 3 tonna modellarga qo'yiladi. Lekin Honji kompaniyasida bo'lsa 2,5 tonnagacha oladigan modellarda ham 250 kub motor o'rnatilgan. 3 tonnaga moslashtirilgan bunda ham silindr va orqa podveskalari juda boshqacha. Buni alohida stabilizatorlar ham o'rnatilgan, hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishlaringiz mumkin. Stabilizatorlar vazifasi yuki bilan notekis yo'llarda sakrab ketmasligini ushlab beradigan narsa bo'ladi. Orqa mostlarni ko'rib turibsizlar, juda baquvvat mostlar o'rnatilgan va alohida ikkitadan amortizator va rasollar joylashtirilgan bunda ham, hurmatli kuzatuvchilar. Bular Honjida asosan silindr bo'ladi, elektronni ko'taradigan. Shu bir taraf yaxshi elektronni ko'tarishdi. Motorolni yoqishlaring ham shart emas. Endi motorolni akkumulyator orqali ko'targandan ko'ra, lekin yoqib ko'targanlaring yaxshi. Benzin yo'q bo'ladigan joyda ham, o'chib qolgan joylaringda ham, mabodo yuklaring bu tushiradigan bo'lsalaring, motorolni yoqish shart emas. Bemalol bitta mash tugma orqali tushirib chiqarsalaring bo'laveradi, hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa kesalaring yangi akkumulyator qo'yib beramiz. Akkumulyatorlarimiz o'zi 5 yil bemalol xizmatlaring qiladi. Albatta hamma motorollerlarimizga garantiyalari bor. Ko'rib turgan motorollerlarning 100 kilometrga 5 litr, 6 litr rasxod qiladi. Baki 23 litrli bak o'rnatilgan. Bu ham original brend hisoblanadi. Oldida 64 lik vilkalar va bunda ham simlik 12 lik balon joylashtirib qo'yilgan.
qolganlariga qaraganda buni ramalari ancha baquvvat va risolni ushlab turadigan ramalari alohida qo'yilgan. Bu ham ancha baquvvat bo'ladi, hurmatli kuzatuvchilar. Bemalol yuklaring bilan qo'rqmasdan yursalaring bo'laveradi. Endi boshqa mahsulotlarimizga o'tadigan bo'lsak, bu mahsulotimiz ham birinchi aytib o'tib ketganimiz Xunji 1 tonna 2 tonnagacha oladigan mahsulot hisoblanadi. Endi o'zimizni Zonlon brendga o'tadigan bo'lsak, bu brendni ko'pchilik biladi, kabinali varianti bo'ladi bu. Hurmatli kuzatuvchilar, kabinali lekin samosavalsiz variant. Eng muhim fishkalarni aytib boshlaydigan bo'lsak, oldini ko'ryapsizlar vilkalarni. Bitta yaqinroq ko'rsatib qo'ying. Vilka ikkitalik, ikkalasiga ham prujina o'tkazilgan. Ikkalasi ham amortizator, ham vilka vazifasini bajaradigan bo'ladi bularda, hurmatli kuzatuvchilar. Endi ichki qismiga o'tadigan bo'lsak, 200 kubalik Zonlon motor o'rnatilgan, 200 kubalik. Alohida oblisovkalar, obshivkalar qo'yilgan. Albatta qish kunida ham minib yursangiz bo'laveradi, chunki rollarida spiral o'rnatilgan, rollari qishda qiziydi. Bemalol yoniga tent tashab turib, motorda issig'ida bemalol yursalaring bo'laveradi o'zlari ham. Maksimal tezliklari buniki ham 60-70 kilometrgacha. Ko'rib turganlaringdek, bu ham zamonaviy tabloda. Benzin datchik o'rnatilgan va qizib ketayotganigacha ko'rsatadigan datchik o'rnatilgan. Necha gradus qizishigacha ko'rsatadi. Hurmatli kuzatuvchilar, oldida yana qo'shimcha mustahkam ramalar va sovutish sistemasi radiatorlik hisoblanadi. Bu tarafda bo'lsa panejniy peredachalar o'rnatilgan. Hamma motorollerlarimizda panejniy peredachalar bor, hurmatli kuzatuvchilar. Bordlarning razmeriga keladigan bo'lsak, 220 ga 130 lik bord o'rnatilgan va tepasiga yana qo'shimcha bord chiqarilgan. Ko'rishlaring mumkin. Bemalol chorvadorchilikda ham ishlatsalaring bo'laveradi. Mol, qo'ylaringni baylab bemalol bozorga olib chiqib sotib yoki bemalol ish qilsalaring ham bo'laveradi bunda. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol narxini va to'liq ma'lumotini bilib olishlaring mumkin. Qisqacha obzor qilib o'tib ketyapmiz. Endi yana Xunji model 250 kubalik 2 tonnagacha ko'tarishga moslashgan model bo'ladi. 250 kubalik, hurmatli kuzatuvchilar, eslab qo'yinglar. Sovutish sistemasi vazdushniy, havoda soviydi, ventilyator o'rnatilgan. Bortini o'zi 2 tonnagacha yuk ko'tarishga moslashtirilgan bo'ladi. 12 razmerdagi balonlar va bortini razmeri bu ham 2 ga 130 lik hisoblanadi. 130 lik bortlar va oldida mustahkam ramalar o'rnatilgan. Vilkalar 58 lik. Bu tarafda panejniy peredacha. Akkumulyator mabodo o'tirib qoladigan bo'lsa, albatta tepkiga ham yurgizsa bo'laveradi, hurmatli kuzatuvchilar. Ko'rishlaring mumkin. Eng qiziq taraflaridan biri Xunji modellarida hammasini tormoz jidkisli hisoblanadi. Jidkisli hammasida tormoz jidkisli bo'ladi. Endi yana Xunji modelimiz nolni ko'rsatgan 250 kubalik 2,5 tonnalik modelimizni samosavalsiz varianti bo'ladi bu. Xarakteristikalari bir xil, faqat samosvali yo'q. 220 ga 130 lik bord o'rnatilgan. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishlaring mumkin. O'sha samosvali yo'qligi sababli narxi arzonroq bo'ladi va benzin sarfi sal kamroq bo'ladi, hurmatli kuzatuvchilar. Endi Zonlon modeliga o'tadigan bo'lsak, bu ham kabinalik, lekin samosvallik variant hisoblanadi, hurmatli kuzatuvchilar. Ham kabina, ham samosvallik bo'lsa, ham arzon bo'lsa, qachon olmoqchisizlar buni sezon paytida olmasdan qachon olmoqchisizlar? Ko'rishlaring mumkin. 200 kubalik dvigatel o'rnatilgan. Ichki qismlari bemalol qish kunida minishga moslashtirilgan motorollar hisoblanadi. Yonida qo'shimcha kolonkasi o'rnatilgan. Bemalol telefon yulab, chip solib, dadaxon hasan ashullasini qo'yib, aylanib yuraverasizlar. Ish qilib, bordlarni ko'rib turibsizlar, juda baland bo'ladi. Agar bog'bon bo'lsangiz yoki mevalaringiz pishgan bo'lsa, mevalar uchun olaman desangiz, bemalol mevalaringiz tugaganda qish kunida ham o'zlaringni qolgan ishlaringni qilib, xohlasalaring ichiga o'tin solib sotasizlarmi? Bemalol ish qilsalaring bo'laveradi. Chunki minadiganlar o'zi ko'pi aytadi, bir kunda yo'q degan daromadi 500 ming so'm bo'ladi bir kunda.
Zonlon kompaniyasini yana bir fishkasi bemalol Damas balon plotniy tushadi. Bemalol qo'yib yursalaring bo'laveradi. O'z balonlari ham yumshoq balon bo'ladi, lekin ko'pchilik Damas balon qo'yib oladi. Orqa qismlariga o'tadigan bo'lsak, Zonlonning yana bir fishkasi ikkitadan stabilizatorlar o'rnatilgan. Orqa qismlariga hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishlaring mumkin. Hozir operatorimiz ko'rsatadi. Ikkitadan amortizator o'rnatilgan va silindri bularda silindr bo'lmaydi, ensha bo'ladi. Kardan yordamida ko'tariladigan enshalar o'rnatilgan. Enshasi 3 tonnagacha yuk ko'tarishga moslashtirilgan bo'ladi. Endi yana bitta Zonlon modelimiz. Xuddi shu modelda kabinasiz variantda bundan ko'ra arzonrog'i. Bu ham samosavallik variant hisoblanadi. Bunda ham bemalol ish qilsalaring bo'laveradi, hurmatli kuzatuvchilar. Bunga qaraganda narxi arzonroq va bemalol ancha yil xizmatlaringni qiladi. Bu variantimiz ham 2,5 tonnalik ko'rsatgan variantimiz bilan bir xil hisoblanadi. Narxlari bir xil. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Silindrini ko'rib turibsizlar. Hozir bir bunda akkumulyator o'rnatilgan ekan, tushirib chiqarib ko'rsatib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, 3 pog'onali silindr bo'ladi. Pashti tikka qiladi bortlaringni, bemalol yuklaringni 3 tonnagacha bo'lgan yuklaringni tushirib bera oladi. Mana shu bir dona tugma bilan hamma yoqda hal qilsalaring bo'laveradi. Daromadlaring oshadi samosaval sizga qaraganda va ko'proq pul olsalaring ham bo'laveradi. Bu tarafda bo'lsa Zonlon modelimiz yangilangan silindrda chiqqan bo'ladi bu model. Shuning uchun qolganlarga qaraganda nisbatan qimmatroq. Ko'rishlaring mumkin. 200 kubalik объем dvigatel. Eng qiziq tarafi bularda ko'pchilik qishda olib minsa maza qiladi, chunki qishda ko'pchilik Motorola minmaydi va ishlar kam bo'ladi, lekin qishda Zonlon model olib minadigan bo'lsangiz, albatta siz yozgacha pulni bosib soqqani tagida qolasiz. Bu ham hamma yo'q qolganlar bilan bir xil Damas balon tushadi. Oldida ikkitali vilka, orqada amortizatorlar joylashtirilgan. Endi bu tarafda bo'lsa mototsikllarimiz, hurmatli kuzatuvchilar, keyingi videolarda mototsikllarni ham qo'yib boramiz. Skuterlarimiz, elektronli skuterlarimiz va elektronli labolarimiz ham bor. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Albatta operatorlarimiz bilan bog'lanib, boshqa viloyatdan bo'lsalaring ham albatta sizlarga yetkazib beramiz. Manzilni tushuntiradigan bo'lsak, vodiy ichida Farg'ona viloyatida, Farg'ona shahar Hammabob choyxonasining oldida, bu taraf Polvon shashlikdan kelish, bu taraf bo'lsa Tantana chorrahasiga chiqib ketish. Polvon shashlikni tarafdan kesalaring, o'zi ko'pchilik Polvon shashlik tarafdan keladi. Hammabob choyxonasining oldida bo'ladi. Tashqariga Motorolalar terib qo'yganmiz. Bemalol kelib to'xtab, narxini bilib, kelishib olib ketishlaring mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, agar boshqa voha tarafdan bo'lsalaring, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring, albatta operatorlarimiz bilan bog'lanib xarid qilib olishingiz mumkin. Vodiy ichi dastavkamiz bepul, voha taraflarga albatta kelishilgan holatda qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.